tunlaringda, goho bemor kunlaringda, qadriga yetborligida otang g'animatdur, onang g'animat. Do'stim bedor tunlaringda, goho bemor kunlaringda, qadriga yetborligida otang g'animatdur, onang g'animat. Ota-onang, opa-singling doim silab turar boshing, ayamagin shirin so'zing. Otang g'animatdur, onang g'animat. Otang g'animatdur, onang g'animat. Jigarlaring parvonadur. Ota-onang ketsa agar, ular senga begonadur. Ular senga G'aming bo'lmas otang bo'lsa, kaming bo'lmas onang bo'lsa, ketsa topolmaysan izlab. Otang g'animatdur, onang g'animat. Otang g'animatdur, onang g'animat. Do'stim bedor tunlaringda, goho bemor kunlaringda, qadriga yetborligida otang g'animatdur, onang g'animat. Otang g'animatdur, onang g'animat. Assalomu alaykum qadrdonlar, mana hasharchilar chiqqan akalarimiz. Bugun ish juda avjida qattiq ketdi. Xudo xolasa shtaklovkalar ham bo'lyapti mana. Ancha joylar shtaklovka bo'lib qoldi. Ustukamiz ham chiqqan. Ismingiz nima edi? Hayot bergan duo qilib berasizlar, shtaklovkalar boshqa. Uka, sizingiz nima edi? Muhammad Ali mana nardadan chiqishgan. Yipsakardonlar bo'lgan, men romlarni o'rnatyapman qadrdonlar mana. Shunda atkos chiqarib romni qo'yamiz xudo xolasa. Eshiklarni stashkalar bitgandan keyin men sahnamizni stashka qilamiz. Hozir met pistoyni kutib turibmiz. Met pistoyimiz kelgandan keyin uni qilamiz. Stashkani qilamiz xudo xolasa. Mana men romni ham o'rnatdik. Tezlatilgan videoda ko'rdinglar hozir. Bu xonani shpaklovkasi ancha bo'lib qoldi. Sirojin akam ikkovimiz boshlab qo'ydik buni. Keyin men rom qo'yishni boshlab oldim. Mana shu operani yozib qo'ydim. Baho beraverasizlar. Mana sekin qatsa holatiga qarab yana bir sloy berilsa bir sloy beriladi. Bo'lmasa bitta jilvadan o'tkazib turib rang beraveramiz. Haligi biz kuzatib turganlar ichida abo'y bilan shug'ullanadigan akalarimiz bo'lsa, bir skladni bir chekkasida turgan abo'ylardan bo'lsa, to'y devoraverasizlar. Bitta xonani mehmonxona qilib chiroq abo'y qilib ishlab qo'yamiz. Nomi shayton deb gapiraverdik endi. Unaqa tanishimiz yo'q u. Ko'rib turganlardan bo'lsa. Sirojin akam
qondirlar toshdi. Assalomu alaykum. Yaxshilar, yaxshimisizlar? Charchamay. Ishlar nihoyatda qizg'in ketyapti. Abid bo'lib qoldi, abidga. Sağ nafas olsilayapmiz. Boshlamda ko'rsatib kelay. Like'ni bosib, obuna bo'lib. Ammo like bosmay qo'ydinglar, yaxshilar, siz nimaga bosmayapsizlar? Menda 3000 ta like olyapti. Nima? Ha, o'zi 3000 ta obunachi bor, 4000 ta. 3000 ta like bor. Unda hamma obunachisiz bosyapti. Ha, obunachilar Alloh rozi bo'lsin. Lekin 4000 ta obunachimiz bor-ku, lekin ko'rsa 3000 ta ko'rilyapti. Bir 3-400 ta. Eng baland 3000 tadan o'tyapti-da. Ham ko'rilyapti lekin. Oshni ham buzyapmiz. Arzonlar kelaveringlar mana osh. Voy, qozondan chiqib ketaman deyapti-yu, ha? Burxon aka. Xudo xohlasa kelaveringlar, hammaga yetadi osh. Qozon ham katta ekan, ichida yayrab bo'laverar ekan, 4-5 kilo osh. Mana ajoyib salat qilib qo'ydi Burxon akam. Pulisi bor narsalar shuni to'g'rab turib, piyoz to'g'rab, shakarot aralashtirib turib ajoyib bir salat qilib qo'ydi. To'g'ridan mana shunaqa bo'ladi. Eng qizig'i menda bir paqa sumalar bor ekan, jigarlar men bilmay yuraveribman, mana qaranglar. Ular yeyishi bo'lib tugatishi ham debdi bu faqirda sumalarni. Indamaydi ham mana. Nima? Hashi, jumovoy. Sana yaplar qadrdonlar, kuzatib turinglar. Like'lar bosib qo'yinglar qadrdonlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Hashi gap. Aboylashtirib qo'yamiz bitta xonani havasga, chiroyli qilib. Musa ham qo'ysa ham zo'r-u. O'rtacha aboy bo'lsa ham yaxshi bo'lib qoladi. Xudo xolasa ham shpaklovka qilamiz bu yerda kafilnikilar bilan. Mana romlarimiz ham kelgan, bu romlarni ham o'rnatamiz xudo xolasa. Montajlarimiz bo'lgan, mana chiqarib qo'yilmoqda simda. Nariyadagi ham chiqarilmagan buni. Mana shu esdan chiqishibdi-da. Uni o'zimiz chiqarib qo'yamiz hozir. Yaxshi bekitishdan oldin esimga tushib ketdi shu. Chiqarib berdi kulchatir. Bitta kulchatir, bitta razvedka bor bu yerda. Narigi derazaning yonidan bitta kulchatir, bitta razvedka bor. Razvedka endi ishlataveradi. Kulchatirlar mana shu ikkita plafonga tushirib qo'yganmiz, qadrdonlar. Menga qaratingda. Qadrdonlar mana like bosganlar juda ko'pchilik ko'radi. Adashmasam bugungi videoda mana Rahmatullo akam birinchi bosgan. Keyin Said aka, Akmal aka, Mahmuda, Bobirjon, Turg'unov, Anna ismi chiqib turadi. Ko'pchilik ko'ryapti, lekin men like bosmay ko'ryapsizlar-da. Mana shuni bosib qo'yinglar. Hurmat qadrdonlar, bir oylik anaqa statistika ham chiqarilmadi. Bir oyda 30 ta, 32 ta chiqqan videomizga qarab like bosadiganlar bor. O'zi shunday saralarni ajratib oladi. Sizlar ham ashlar qatoriga qo'shilib qo'yinglar, qadrdonlar. Mana hozir Rahmatullo akam mana shu ikkita videoda ikkita like turibdi o'zi. Qadrdonlar, befarq bo'lmanglar, like nimaga kerak? Like videolar tarqashi kerak-da. Shunga yordam beradi. Siz like bosganingizda qo'shningizga ham shunday YouTube'ga kirganda biz videolar chiqib qoladi. Inshaalloh bu ishlarimiz Allohning yo'lida Alloh shuni taqdir qilgan ekan, shu xonadon, shu uyda shunaqa hashar bo'lyapti, shunaqa bir ish bo'lyapti. Agar Alloh o'zi taqdir qilmagan bo'lsa, bu ishlar bo'lmaydi albatta. Alloh taqdir qilgan ishga hissasini qo'shib qolgan odam, ulgib qolgan odam o'ziga savob yozib qolishga ulgib qolgan insonlardan bo'ladi inshaalloh. Like bosganlar ham shular qatorida qadrdonlar. Iltimos like'larni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, yoqyapti, rahmat deb yozib qo'yinglar. Kamchiliklari bo'lsa, bemalol yozaveringlar. Negativ hisoblamaymiz. Kamchilik yozganlar negativ hisoblanmaydi. So'kib yozganlar uni negativ hisoblaymiz. Qadrdonlar, rahmat. Endi obedga kelaverasizlar. Billa obed qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.